Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Mana navbatdagi tovuqlar uchun mo'ljallangan kataylarimiz tayyor bo'ldi. Bu kataylarimiz Farg'ona Vodilga yasalgan. Doim olib ketib turishadi. Foydalanishga berayotganmiz u yoqqa. 10 ta tayyor qilib bering deyishgandi. 10 ta tayyorlab berdik. Razmerlari 2 metrli, 1 xonali, 2 metrli, bular 2 xonali, 2 ga ajratib qo'yilgan. Hop, mana bular bor. 2 metrli. Tagi ko'tarilgan, tagiga paddonqada berganmiz. Mana ular 1.70 li paddonqada berganmiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 94 kodi bilan 177 3315 raqamiga telefon qilaverasizlar. Bizning seximiz Namangan viloyati Uch tumani Jidakapada joylashgan. Kimdir shunaqa hop sotaman, foydalanib sotaman deganlar uchun ham Xo'zmaga yemxonasi, do'koni bo'lsa, olib ketib sotishi mumkin. Yo'l qo'yib beramiz, kelishtirib, narxlarda chiroyli qilib beramiz. 200 ming, 150 ming, 200 ming qoladigan qilib, chiroyli qilib narx chiqarib beramiz. Serxardan narsa har bitta xonadonga kerakli narsa. Har bitta xonadonda tovuq bor. Juda ko'p ketadi, oyiga 70 ta, 80 ta sotamiz. Kimgadir shu rayonida, qishlog'ida, shaharida sotmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Foydalanishga chiroyli narx qilib beramiz. Dastavkalari kelishilgan holatda qilib beramiz.